Hurmatli mijozlar, mana buyurtma berishni ham o'rganib oldik. Mana shu darsda endi bergan buyurtmangizni kuzatishni o'rgatamiz. Ya'ni siz bemalol buyurtmalaringizni o'sha buyurtma berilgandan boshlab qo'lingizga kelguncha kuzatib borsangiz bo'ladi. Buni hozir siz qanday amalga oshirasiz? Trek nomer nima? Trek nomerni qayerdan olish mumkin Taobada va uni Active Cargo sistemasidan qanday topish, qanday qidirish va qanday kuzatishni o'rgataman. Bugun sizlar bilan Active Cargoning приложениесі orqali tovarlar qayerda ekanligini ko'rishni o'rganamiz. Qani ketdik. Hozir bu Tabo programmasi. Tabo programmasida bilasiz, tovarlar pul to'langandan so'ng bu joyga tushadi. So'ngra bizni Xitoy sklatimizga yuborilsa, mana bu joyga tushadi. Biz hozir mashina ichiga kiramiz. Mashina ichiga kirgandan so'ng tovarning trek nomeri, ya'ni mana bu joyga kirsak, trek nomeri ko'rinadi. Mana bu yozuvni eslab qoling. Ya'ni kuzatuv raqami. Buncha kiramiz. Joyga kirganingizdan so'ng bizni tovarimiz, sotuvchini do'koni va bizning Xitoy sklatimiz. Mana shu yerga yetib mana bu esa tovarning trek nomeri bo'ladi. Mana bu yetib borgan vaqti bizning Xitoy sklatimizga. Tovarning trek nomerini mana shuni bossangiz, tovarni mana shu trek nomerini kopiya qilib oladi. Mana bitta bosamiz. So'ngra Active Cargo приложениesiga kiramiz. Ya'ni trek raqam bilan qidirish degan joyiga boyaga trek nomeri qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning tovarimiz Xitoy omboriga borib, Xitoy aeroportiga yuborilgan ekan. Ya'ni 540-partiyada yetib keladi. Tovarlar Xitoy sklatiga borgandan so'ng Toshkent omborimizga 3 kun, 7 kun ichida yetib keladi.